Ne olmasın? Mana bugün bir ko'zdan kechirishga keldik arlarimizni. Birinchisi 15 may 2026-yil. Bir haftadan beri qangroganimiz yo'q edi. Arlar to'lib toshib ketgan, oqib yotibdi. Ularga ramka bo'lsa, ramka berish kerak. Biz Çantagimizga hozir mashinamiz. Shu mashinadan iloji boricha bitta tiqib qo'yamiz. Bunga ikkita tiqsak ham bo'laveradi ekan iloji. Buni tasha. Tasha, qavun tasha. Neden aldın? Sizde var mı? Tasha. Tasha, o var. Mana shu arimiz 1-mart holatiga 1-martda urug'ga kiradimi? 1-aprelda urug'ga kirdi. 1-aprelda urug'ga kirgan, onasi o'lib qolgan oilalarimiz mana shu. O'zlaridan chiqarib urug'ga kirgan. Mana o'sha 1,5 oyda o'sha 1-aprelda 3 ramka o'tirgan. Hozir 1,5 oyda 10 ramka bo'ladi. Qo'lyor. Chekkigacha urib qo'ydi. Kardavan matka. Yo'qligidan qo'ydi. Ha, shu. Yo'qligidan karmovigacha qo'ygan. Erkak arlarni ham ko'ringlar, sap-sariq. Shu kardavan xolasa? Adem bor. Ikkita bor. Purshutda bor bitta kardavan, beydagida. Shu ham zo'r qo'yildi. Mana shu beyda 4 ta turibdi-yu mana chalpak. 4 ta. Bundan tashqari yana 2 ta to'qiganda bular. 6 ta to'qidi. Olganmi? O'xshu, ha. Olib boshqa oilaga berdi. To'g'ri urug' mana. Urug' ko'ryapti. Kardavan matka shunaqa zo'r ishlaydi. Bu tomoni ham to'g'ri urug'. O, matka ham yo'q, matka ham olibdi. Ko'rdingmi? Qo'limda ko'rsataman. Avtobus ko'pchilik. Bu 3-chi ramkasi oxiridan hani yopib tashlagan ochiq urug'lari ham polni chekkasigacha. Chotki rostli. Tepasidan уже asal yig'ishni boshlagan. Tabiatdan yaxshi kelib tursa, kardavan matka
Bir oy, 1,5 oyda 2 ramka bo'lsa ham butun yashil to'lib tashar ekan. Yopiq rasplot. Bunda arlar chiqishni boshlabdi уже. Tepasida asal. Bir oydan o'tdi. Sirop berishni to'xtatganimizga umuman vaqtimiz ham bo'lmayapti bularga sirop bergani. Keyin tabiatan bu yil xudo xolasa yaxshi. O'tgan yilga o'xshab quruq kelmadi. Hozir 5-ramkamiz. Hozir 4 ta ramka polni urib. 5-ramkamiz. Beşinci ramka ham polni rasplot. Yarmini olsa ham bo'lar ekan. Bu oilamizga mashinadan sразу 2 ta tiqib ketamiz. Bular bir kunda to'qib bo'ladi. Rekordchi oilalarimizdan bittasi. Bundan mana rosa chiqdi, o'rniga qo'yibdi. O'rtoqlar, bu oilamiz yaxshi, qochishga harakat ham qilgan yo'q. Bundaylari yo'q, ortiqcha. Faqat pastida chashkalar bor ekan, chashkalarni uzib qo'yamiz. Endi bilib bo'lmaydi mabodo. Matishni tortishadi. Matishlik mas'ul u kalt topib. O'rtoqlar, bu nima shu? Matishlik mas'ul? Endi bilib bo'lmaydi. Chashka bular. Havaskor. Hozir buzmasang keyin kattalashtirib yuboradi-da uni. Hazil huzul bilan. Ro'yga chiqib ketdi. Ha. Aslida buzib qo'yamiz. Bu ovqat ramka ekan, lekin ovqat ramka ham to'la urug'. Urug'ini olalasam, mayda urug'larni. Shu o'rtada. Endi nima yaptim? Başta hamma ramkalarda rasplot bor. Ham ochiq, ham yopiq. Mana qo'lni chiqib o'tdi, ustidan yana urug' urgan. Tabiat kostyumasini bil zo'r. Bu oxirgi ramkasi do'stlar. Shu oilani
Polniy ovqat, asal. O qizim. Cho'tka holatda mana bu chekkasida mana erkak arilar chiqadigan, turtiyan arilar chiqadigan rasploti. Yo'lga o'tirib oldim. Yo'lga. Men menga kirib chiqayman. Salomat bo'lasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.